6. Bab. Hey balalar, Rabbimizge mensup boğanlığınlar üçün ata-ananglarning sözünü anlanglar. Bu sizlarning burchinglardir. Musa payg'ambar orqali tushirilgan ata-onangni hurmat qil degan farzni ado qilinglar. Bu Xudoning bir va'da bilan bog'lab bergan dastlabki farzidir. Bu va'da shuki, uningga amal qilsanglar, baxtli bo'lasizlar va bu dunyoda uzun ömür ko'rasizlar. Ey otalar, farzandlaringlarning ochiqni keltirib, o'chmanlik paydo qilmanglar. Ularni Rabbimizning ta'limi bo'yicha tarbiyalanglar. Ey qullar, bu dunyodagi xo'jayinlarga xuddi Ayso Masihga bo'ysunғandek cho'nqur hurmat va chin qalb bilan bo'ysuninglar. Xo'jayinlarni xursand qilish uchun faqat ularning oldida emas, balki hamisha ularga xizmat qilinglar. Chunki sizlar Ayso Masihning xizmatkori bo'lish sifatinglar bilan Xudoning irodasiga chin dilinglardan amal qilishinglar kerak. Xo'jayinlarga rozimanlik bilan xizmat qilinglar. Uni odamlar uchun emas, balki Rabbimiz uchun qilgandek qilinglar. Esinglarda tutinglarki, mayli qul yoki hur bo'lsin, Rabbimiz har kimni qilgan har bir yaxshiligini qaytirdi. Ey xo'jayinlar, sizlarmu qullaringlarga yaxshi muomala qilinglar. Ularga tahdid salmanglar. Chunki arishdagi Xudo sizlarning shundoqla ularningmi xo'jayini ekanligini bilasizlar. Xudo hamma insonlarga o'xshash muomala qiladi. Oxirda men sizlarning Rabbimizga va uning zo'r qudratiga toyinib, kuchlik bo'lishinglarni tilayman. Shaytonning hiyla mikrlariga taqobil turish uchun Xudo ato qilgan qo'g'dinish qurollari bilan qurollaninglar. Chunki biz insonlarga emas, balki yomon ruhiy kuchlar dunyosidagi hukmronlarga, huquqdorlarga, bu qorong'u dunyoning ko'rinmas kuchlariga va boshqa razil ruhiy kuchlarga qarshi jang qilyapmiz. Mushkul kunlarda dushmanning hujumiga taqobil tura olishinglar hamda jangdan keyinmi qaddinglarni ruslab tura olishinglar uchun Xudo ato qilgan qo'g'dinish qurollari bilan to'liq qurollaninglar. Bu jangda putrab tura olishinglar uchun belinglarga haqiqat kamirini, ko'ksinglarga haqqoniylik savutini taqanglar. Xudoning insonlarni o'zi bilan yarashtirish to'g'risidagi xushxabar cho'rig'ini kiyib tayyor turinglar. Mana bularga qo'shib, shaytonning barliq o't tutashtirilgan o'qlarini to'sib qola oladigan e'tiqod qalqinini qo'linglarga ilinglar. Xudo ato qilgan qutqizilish dumbulg'isini kiyinglar va muqaddas ruh qilichi, ya'ni Xudoning so'zini mahkam tutinglar. Hamisha muqaddas ruhga toyinib, iltimosinglarni aytib, duo tilovat qilinglar. Shundaqla sagak turib, barliq e'tiqodchilar uchun davomliq duo qilib turinglar. Men uchunmi duo qilinglar. Xushxabarning sirini yuraklik yetkazishim uchun Xudo menga to'g'ri so'zlarni bergay. Men bu xushxabarni taqish sababidan kishanlangan elchiman. Mening xushxabarni yuraklik holda yetishishim uchun duo qilgaysizlar. Chunki bu
mening qilishga tegishlik ishimdir. Sizlarning mening ahvolimni va nima qilayotganligimni bilishinglar uchun qadrli qarindishimiz ham Rabbimizning sodiq xizmatkori bo'lgan Tikikusni oldinglarga avatman. U sizlarga ahvolimizni yetkazib, sizlarni rag'batlantirdi. Xudo otimizdan va Rabbimiz Ayso Masihdan sizlarga omonlik, mehr muhabbat va ishonch tilayman. Rabbimiz Ayso Masihni o'chmas mehr muhabbat bilan so'yguvchilarning hammasiga Xudoning mehr shafqati yor bo'lg'ay.